inson doimo zaifligi bilan ish qiladi. Hissiyotlarga berilib ketadi. Doim dangasaliklar bo'lib turadi. Doimo unutadi. Ba'zan shahvatga beriladi. Insonda doimo to'g'rilab turishga ehtiyoj bo'ladi. Insonda har doim tanlov bor. Har bitta qilgan ishingiz tanlovdan iborat bo'ladi. Siz bugun nimani tanlab olasiz? Har bir to'g'ri tanlov yaxshi natijaga olib boradi va har bir noto'g'ri tanlov, ya'ni plachebniy, yomon natijaga olib boradi. Yomon tanlov bilan yaxshi natijaga olib boradi degan narsa yo'q. Undan ixtiyoriy qaytishimiz bor. Undan ixtiyoriy qaytish esa sizni yaxshi joyga olib boradi. Baxtning kaliti yaratganga bo'lgan hidoyat bilan bo'ladi. Baxt taqdirga rozi bo'lish bilan bo'ladi. Kimda nima yo'q bo'lsa insonda, ana shunga erishish xuddi baxt olib keladigandek intilamizda 2 hafta cho'ziladi. Undan keyin yana yangi narsa xohlab qoladi inson. Qachon baxtli bo'la olasiz? Qachon baxtli bo'la olasiz? Qachonki hozirgi bor narsangiz bilan baxtli bo'lsangizgina baxtli bo'la olasiz. Ishoning.